Paşa nima uchun g'ingshiydi? Burunqi zamonda bir yılan bar ekan. O bir kuni çöplükning ichida tugilib yotsa, beshidan bir pasha uchib o'tibdi. Yılan pashini to'xtatib olib so'rabdi. "Men sana bir vazifa topshirsam o'rindamisan?" Pasha roziligini bildiribdi. Yılan: "Andaq bo'lsa, nimaning qani tatliq bo'lganligini menga aytib ber," debdi. Pasha ma'qul bo'pti. Pasha yılanning topshiriqi bilan hammaning qanini so'rabdi. Eng oxirida odamning qani so'rab degan nihoyat tatliq ekanligini bilibdi. Buni yılanga yetkizish uchun aldirab ketayotganda yo'lda qarlig'och uchrab qopti. U Pashadan: "Hey Pashavay, nega aldirab mangding?" deb so'rabdi. Pasha: "Yılan jahonda nimaning qanining eng tatliq ekanligini bilib, men xabar qilgan degan edi. Shuni bilib kelyapman," debdi. Qarlig'och: "Nimaning qani tatliq ekan?" deb so'rabdi. Pasha: "Odamning qani tatliq ekan," deb javob beribdi. Qarlig'och: "Tilingni chiqarib baqqina, qani menga tetib baqay," debdi. Pasha tilini chiqarib degan, qarlig'och boshning tilini tishlabdi. Pasha yılanning qishig'i beribdi. Yılan nimaning qani tatliq ekan deb so'rasa, Pasha g'ingshib turg'idek. Qarlig'och tamda turib: "Pasha paqining kumotning qani tatliq ekan deydi," debdi. Aytishlari qaraganda yılan shundan beri paqi bilan kumotini yeydigan bo'pti. Şinjan Universiteti bilan Şinjan Bilqut şirketi birleşip işlep çıkargan Bilqut xazinesi Uyghur xalqının örf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqal tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyghur madaniyat xazinesidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, inglizcha 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutdan bil. Bilqut xazinesi